start. Hop, demak, boshladik. Yozib olyapman. Davom etaveramiz dash. Hop. Ketdik bo'lmasam. To bilan either. To bu ikki xil ma'noga ega. Ham degan ma'no bildiradi va juda degan ma'no bildiradi. Ikki xil ma'no. Endi either bilan to'ni biz bir xil gaplarda ishlatamiz. Qarang. Misol uchun I go to school. I go to school every day. Men har kuni maktabga boraman. Ha? Endi o'sha fikriga ikkinchi do'sti ham ha, men ham boraman har kuni demaydi-da. Yes. Me too. Ha, men. Yoki mana deb qo'shadi. Yes edi. I did go to school every day. Either. Ha, men ham har kuni maktabga boraman. Birinchisi, men maktabga boraman deb har kuni deydi. Men ham har kuni maktabga boraman deydi. Ikkinchi fikr qo'shiladigan. Either'da gapni oxiriga qo'shasiz, to'da ham gapni oxiriga qo'shasiz. Endi yes me too desa, men ham shunaqaman degan gap. Tushunarli? Yoki aytaylik, she can misol uchun do her home task deylik. Home task very well dedi mana. Juda ham yaxshi. Mana home task alohida yoziladi. U uyga vazifasini yaxshi bajaradi, juda yaxshi bajara oladi deyapti. U. Endi uni do'sti ham desa nima bo'ladi? And mana her friends too deysiz yoki nima deysiz? Either deysiz. Endi ko'pincha speakingda to deb ishlatamiz. Either ko'proq writinglarda ishlab qoladi. Insholarga. Ha? She can do her home task very well. U vazifasini yaxshi bajara oladi. Shuningdek, uni do'sti ham va uni do'sti ham deb o'sha fikrni ko'chirib qo'yapman. Ya'ni bu yerda qaranglar, qoida bor. To and I mana either can share yoki copy first sentence to another one. Mana to bilan qarab belgilab qo'ysak bo'larmikan? Yo'q, bo'lmas ekan. Naqlab belgilashimiz kerak. To and either can copy first sentence to another one. Ya'ni to bilan either birinchi gapni ikkinchi gapga nima qilib beradi? Ko'chiradi. Ma'lumotni. Misol uchun, she can do her home task. Can do. Mana very well deyaptimi? Ya'ni yaxshi bajara oladimi? Nimani? She can. Can nima edi? Qila olmoq. Nimani? Uyga vazifasini yaxshi bajara oladi. Aynan shu informatsiyani do'stiga ham ko'chirib qo'yadi. Shuning uni do'sti ham. Tushunali? Shunaqa bo'lib berilyapti. Endi bizda anu tepamizda nima bor edi? So am I. Nima bor? So am I. Am I? Va neither do I mana. Endi bu anu so am I nima? Men ham degani. Bu ham. Nima ekan? Men ham degan ma'no bo'ladi. Ya'niki bu positive sentence for nima ekan? Positive sentence. Pozitiv gaplar uchun. Ya'ni nima ekan? Pozitiv gaplar uchun ishlatamiz. Misol uchun I type message. Type degan nima degani? Yozish. Nimada? Kompyuterdan, telefondan. I type message on the phone. Telefonda very fast. Telefonda juda yaxshi tez yoza olaman. Endi so
am I deyapti sherigi. Endi u hamsi nima bo'ladi? So I me. So Is she. Shuningdek u ham. Ular ham nima bo'ladi? Ha, shunaqa narsa kitobda bermaganda boshida. Men просто aytib qo'yapman. So are they, so is she, so is he. Shunaqa. Shunda u ham, ular ham. Yoki maytda minatsiz bo'ladi. Her friend this friend deyapman, qarang, javob. This friend degan nima degani? O'sha do'stlar. Yana qolib ketyapti. O'sha do'stlar type message on phone very fast. Endi telefonlarida desa nima bo'ladi? Their phone. Phones bo'ladi ko'plikda. Endi o'sha do'stlar deyapti. This o'sha. O'sha do'stlar telefonlarida tez yoza oladi. Shuningdek, ular ham yoki biz ham deb bo'ladi. Shunaqa bo'lyapti. Tushundingmi? Yoki so asl bo'ladi yoki ko'pincha we bo'ladi. Endi neither bor. Neither do I midi? Yo'q, am I midi? Neither do I. Endi bu negativ. Men ham emas. Men ham emas. Tushundingmi? Ya'ni nima ekan? Negativ fikr uchun. Negativ sen for negative sentence. Qarang. Neither do I. Ketdik. I don't know. Qarang. I don't know English well deb qarang. Bizni yaxshi bilmayman. Qarang. She'rga ham aytayapman. No. Ya'ni neither do I deyishim. Mana bilmayman deyapti. Men ham bilmayman deyapti. Bo'ldi, men ham bilmayman deb gapirib qo'yadi. O'sha gapni ko'chirmayapti-da, men ham bilmayman deyapti. Nedir do I deydi. O'sha negativ fikr, lekin pozitiv fikrga buni aytib qo'ymaylar. Pozitiv fikrga nima ekan? So am I mi? Bunga nima ekan? Neither do I deysiz negativga. Misol uchun, men ingliz tilida ravon gaplasha olmayman desa nima deydi? I don't speak in English. Dedik. English with fluently. Fluently degani ravon. Ravon gaplasha olmayman ingliz tilida. Ha? Fluently yo'q, misol uchun siz o'zingizni tilingizda ravon gapirasizmi? O'rganuvchilar unaqa gapiradi. Tushunarlimi? I don't speak in English with fluently. Endi unga nima deyapti? Neither does he. Do degan nima bo'ldi? He bo'ladi. Yoki she. Mana uni siz nima bo'ladi? Neither do they siz bo'ladi. We siz bo'ladi. Nima bo'ladi? I siz bo'lyapti. You siz bo'lyapti. Neither do you. Siz ham bilmaysiz deyapsiz. Misol uchun maytda mana desa mana. He mana. He desa mana nima bo'ladi? Doesn't bo'ladi. Doesn't. He doesn't speak in English with fluency desa neither do you deyapti. U ingliz tilida ravonlik bilan gapirish bilmaydi. Shuningdek, siz ham bilmaysiz deyapti. Shu tegishtirib gapirsa bo'ladi. Siz ham bilmaysiz deyapti. Tushundingmi? Bu mavzu bo'ldi. Endi to'xtatib turamiz. Okay, davom etamiz darsga. What? Which? How? Yana nima bor? Bo'ldi, shu xolos. Kamaki. Hop, what? Nima degan ma'noda? Bunga endi ikkita narsa birikadi. What ga plus to be birikadi. Qarang. What ga plus nima birikadi? Do did birikadi. Mana plus qo'yib ketishimiz kerak. Did.
Tushunarli? Did. Va whatga mana shu narsani pastga ko'chiraylik. Yangi joydan boshlaylik. Yangi mavzuda kattalar boshlasak, how, what. Hop. Endi what plus dedik. What plus birinchi o'rinda noun birikirishi mumkin, to be dan oldin. Yoki to be bilan nima bo'lishi mumkin? To be plus nima? Noun bo'lishi mumkin. What nima? To be birikyapti. Endi qarang. What is bor, are bor, to'g'rimi? Are va am bor. Plus bularga nima bo'lishi mumkin? Subject birikadi. Xolasa nima birikadi? Noun birikadi. Shu va plus nima birikishi mumkin? Verb kelishi mumkin va verb ing kelishi mumkin. Ya'ni nima? Amjek bo'lib ketaveradi. Qarang. What is deyapman. Subject. Ergashmagan. Ergash. Your. What is your? Maytda noun bormi? Noun mana. Your kelgandan keyin subjectdan keyin noun ham kelsa bo'laveradi. Maytda просто ma'noga mana qilib qo'ydik. O'ziga noun birikadi. What is your? Endi adjective kirsak. Yoki maytga nima ham qo'shib qo'ysa bo'ladi? Qavsichga olay. Ixtiyoriy adjective. Ana bo'lsin. Formula yaratib berdim sizlarga. What is your favorite? Nima deyapman? Favorite. To'g'ri yozdim o'zi. Yo, i qolib ketdimi? Maytda favorite. To'g'ri yozdim-ku, nima yozyapti bu? Mana u emas, uzr. Favorite yozyapti. What is your favorite book? Siz mashhur kitobingiz nima? Bunga javob nima bo'lishi mumkin? Your deyapti, my ko'tardi. My. Is, misol uchun, dramatic book. Dramatic kitob. Endi which is, this is mana davom ettirib ketsa bo'ladi. Tavalloy so'zlar, which is very useful, more useful deydi mana. Yana ham ko'paytirib, more useful yozib ketaveramiz. Than misol uchun educational. Which bog'ladim, zenni bog'ladim. Nima dedim? Mana kitobim dramatik kitob, qaysiki juda ham nima? Foydaliroq. More batta foydaliroq beradi. Roq. Useful, foydali. Dan. Nimadan? Ta'limiy kitoblardan. Ta'limiy kitobdan da zen beryapti. Roqni more, useful, foydali. Tushunarli? Endi men sizlarga mana whichgacha bo'lgan narsani просто qo'shib berdim. O'zi meni nuqtam aytib tugash kerak. Ya'ni gapni davom ettirib berdim. My favorite book is dramatic book dedim. Endi qarang. Isni bog'layapmiz. Endi do bilan kelsachi. What do deyapmiz. Do you like? Sen nima yoqsiz? Endi javob qana bo'ladi? I like phone. Misol uchun a phone. Yoki I like an iPhone siz. Nimaga iPhone dedim? N dedim. iPhone ma'noni katta paqilish kerak, o'shani tushunadi. Qaradi-da. Shu nimaga men katta paqilish kerak tushunmayman. Bag'i i, kichkina i, bag'i katta p. Ingliz tiliga bu safarlik qizyapti bu telefonning nomi. Kichkina idan keyin katta p. Shunaqa so'zlar bor. iPhone bo'lgandan keyin idan keyin yo i'ni katta qilish kerak. Yo'q, qo'ying
P kichkina qilish kerak. Anchaqa bir yuzta qo'llarli qilish kerak-da, brend qilib. I like an iPhone deyapti. N qo'shishlik uchun I bo'ldimi? Uni tovush bo'ldimi? Uni tovush. I like an iPhone deyapti. Ya'ni like deyapti-da. What do you like? Nima yoqsiz? Xo'p, endi what kelyapti. Endi what aytaylik. What did you read? Nima o'qiding? Past simple. I read bo'ladi. Read'ning past simple ham read. Some books. Bir nechta kitob o'qidim. Nima o'qiding? Do bilan did birikayaptimi? Hop, endi misol uchun to be directordik. Misol uchun what is your friend's name? Do'stingizni ismi nima? Qarang. Mana apostrof va do'stining. Do'stingning beraman, s-ning beradi. Ismi do'stingizni ismi nima? Ha? Misol uchun her name deydi mana. Uning ismi misol uchun Sam deydi. Sam. Endi which bora? Which. Bunga nima birikadi? To be birika oladi. Va to be dan keyin nima birikishi mumkin? Subject birika olishi mumkin. Va undan keyin nima bo'lishi mumkin? Object birika. Misol uchun bu narsalarni ham boshqa ranglarda olib ketsak yaxshi bo'ladi bunaqa renchalarda. Mana. Buni ham katta qilib yozib qo'ysak ajralib turishlik uchun yana 8 bo'lsak. Hop, endi which are you which is your deyish kerak albatta. Mana ergashgan gap. Nima ekan? Ergashgan ot deylik, subject deylik. Which is your book deyapman. Qaysinisi sizning kitobingiz? Which qaysi? Qaysinisi sizning kitobingiz yoki which is your phone? Qaysini siz telefoningizda? Bunga javob qana bo'ladi? Ha. It's mine. Bu meniki. Ko'rsatyapman. Mine meniki degan. Tushunarli? Mine nima ekan? Meniki degan bo'ladi. Yoki nima deymiz? It's my phone. Bu meni telefonim. Tushunarli? Bunda ham shunaqa. Ya book deyishim kerak. Xo'p. Endi which yana o'ziga nima birikishi mumkin? Which plus do did birikishi mumkin. Bundan oldin biz object biritamiz. Noun biritamiz yoki noun deylik. Plus do bilan. Ana buniki o'chqacha bo'ladi. Va plus verb bo'ladi. Plus nima bo'ladi? Object bo'lib ketaveradi. Ya'ni savolda bo'ladi. Qarang, shu formula bo'yicha yozamiz. Which subject dedim. Do you like? Object endi qarsisi yo'q qo'ysiz, ixtiyoriy bo'lib qolsin. Chunki ko'p kamdan kam ishlaydi. Ha. Which subject do you like? Which subject do you like? Qaysi nimani? Subject nima? Fan. Qaysi fanni yoqtirasiz? Ha. Javob qana bo'ladi? I like maths. English. Yoki but I hate mana. I hate Russian language. Ruscha. Tushunarlimi? Hate degani nima degani? Yomon, nafratlanish, yomon ko'rish degani. Like yoqtirib. Tushunarlimi? Xo'p, endi nounni biriktirdik, subjectni biriktirdik. Bo'ldi-da. Endi how bor. How. Qanday bo'ladi?
Have hammasi kattalashtirib oldimmi? Qaytaraylik. Have. Have qanday degan ma'no bildiradi? Qanday? Misol uchun qaniday bo'lib qoldi. Ha, to'g'ri? Qaniday. Ha? Have. Have degandan keyin o'ziga nima birikadi? Do bilan did birikish mumkin. Va plus nima bo'ladi? Subject bo'ladi. Plus nima bo'lishi mumkin? Verb bo'lishi mumkin. Plus yana object bo'lib ketishi mumkin. Object ham ixtiyoriy. Misol uchun have do you like this book? Bu kitoblarni qanday yoqtirib qolding deyapti. Have did you sleep well before deyapman. Oldin qanday yaxshi uxlarding? Ha? Okay. How did you do your home task before? Okay? Home task? When you were childhood. Ana. Bolaligingda qanday zo'r vazifaqlarding deyapti. Qilarding deb qo'yibdi. Qanday deyapti? Bolaligingda qanday zo'r vazifaqlarding? Bolaligingizda qanday zo'r vazifaqlardingiz azizga qarang. Ko'rasizmi? Qanday zo'r vazifaqlardingiz? Ko'ryapsizmi? Bunga qancha? 10 minut vaqt ketib ko'ryapsizlar. Yozishni boshlaymiz. Qarang. Aslida how long does it takedan keyin gap keladi. Davom. Tushunarli? Bitta so'roq qo'yib qo'yibdi, o'zi aslida gap keladi. How long does it take ling deb qo'yibdi. How long does it take qarang to read Tavba. 28 bo'lib qolibdi. Nima qilamiz? 16 ga tuzib qo'yamiz. How long does it take? Mayli, xafa qilmas. Bo'laveradi. Siz shunaqa ekansiz, endi ish nima qiling-da. Muhrlab qo'yishim kerak. To read this book. Mana. Bu kitobni o'qishlikka qancha vaqt ketadi? Qancha vaqt ketadi bu kitobni o'qishlikka? Deyapti. Ha, nima deymiz? Qarang, javob qarang. It takes yes, nima bo'lyapti? It takes 2 hours. 2 soat ketdi deyapti. Yoki 2 soat oldi desiz, nima bo'ladi? It has taken siz bo'ladimi? 2 soat olgan. Ancha oldingi zamonda bu. O'shaning uchun it takes 2 hours. Tushunarli? Misol uchun how long does it take to learn to do to learn English well. Ingliz tilini yaxshi o'rganishga qancha vaqt ketgan? It takes a long time. Yeah. I bilan o bir xilda, qarang. Klaviaturada O harfi bilan I bitta joyda turgan. Qo'lim mana bunda turibdi-mi? Yo'q, bunda bosaverib, bunda bosaverib. Bitta joyda turgan. Ketib qolyapti. It takes a long time. Juda ham ko'p vaqt oldi deb bechora aytib beryapti dardini.
misol uchun aytyapti it approx deydi. Taxminan. Ya'ni approximately deyish kerak o'zi aslida. Nima desa bo'ladi? Qancha vaqt o'tsa bo'ladi? Approx. Taxmin qilmoqda. Yoki I suppose men taxmin qilaman. It takes deyish bo'ladi. It takes 10 years to speak well. Ana. Yaxshi gapirishga 10 yil vaqt ketgan. 10 yil vaqt ketgan. Sizlarni 10 yil o'qib yuringiz deyman. Boshingiz ko'tarmasdan. O'z tilni unutib qo'yasiz. Qarang. How long does it take by train from Tashkent to London? Ana. Tashkent. Ana savol. Ya'ni Toshkentdan Londonga poyezdda qancha vaqt ketadi? Qarang, kun yozsangiz ham bo'laveradi-da. It takes says qarang. It takes 10 days says 10 days from Tashkent to London. Poytaxt. Shunaqa. Misol uchun 10 yil, 10 kun vaqt olyapti. Yoki o'sha paytlar 10 kun vaqt olardi desiz, nima bo'ladi? O'sha paytlar. Ana. O'sha paytda. O'sha paytda 10 kun vaqt olardi. Hozir 2 minutda borib qo'yapmiz deyapsiz. Endi shunaqa poyezdlar chiqib ketsa, u 100 dagina 2 minutda Toshkentdan Londonda bo'lyapsiz. Uchar poyezdlar bor, havoda yuradi. Bitta uchib ketasiz, shunda Londonga yorug'im. Shunaqa poyezdlar chiqishi mumkin-ku, bilmayman, uchadigan. Aqlli odamlar ko'payib ketyapti, yoshlikdan 3 yoshligidan. Shu 45. O'chilar 45 shunaqa. Hozir qaranglar.